doston olov jo'natadi. Ruhga donolik, nur va e'tiqod qo'shadi. Zardushtlikda olov muqaddas markaz, hayot, e'tiqod, madaniyatning ramzidir. Bu yerda insonning yo'li yaxshilikka, yaxshi so'z, yaxshi amal bilan chiqadi. Muqaddas olov mehnat va sabr bilan asrlarga yetdi va u hech qachon so'nmadi. Abdulaziz kaka. Ipak ko'zasidan tomgan sabr ipi. Qadimiy ipak yo'llari orqali dunyoga donolik merosini yetkazdi. Ipak hasharotlari o'z mo'jizalarini to'qiy turar ekan, inson qo'llari shafaq va madaniyatlarni bir-biriga bog'ladi. Har ipak ko'zasi sabr